Direktimga eng ko'p kelayotgan savollardan bittasi bu dangasaman, dangasalikdan qanaqa qutulsam bo'ladi? Birinchidan, dangasalikdan siz nimaga qutulmoqchisiz? Sizga nima kerak bu narsa? Ya'ni g'ayratli, mehnatsevar bo'lib nima qilmoqchisiz? Ya'ni o'lib ketmaysizmi dangasa bo'lib? Dunyoga qiziq emas sizning mehnatsevarligingiz degan bo'lardi. Men o'rnimda boshqa odam men aytishim mumkin. Bitta tushuncha bor. Men dangasaman deb o'ylayotgan odamlarni ham aksarida shunaqa narsa bor. Masalan, boshqa bir sohada juda ham g'ayratli. Bu futbol o'ynash bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerda ham ko'p mehnat qilish kerak, yugurish kerak yoki boshqa ishlar. O'sha sohada juda ham g'ayratli. Demak, u odam ma'lum bir ishdagina dangasalik qilyapti, ma'lum bir ishda esa g'ayratlik qilayotgan bo'ladi. Buni tagida nima yotadi desa, juda ko'p odam aslida dangasalikdan qutulish unga nega kerakligini bilmaydi. Ya'ni tushunchasida o'zi hali unda maqsad yo'q bo'ladi. Harakat qilishga, uni ichidan uni g'ayratga, harakatga undaydigan maqsadni o'zi yo'q. Shuning uchun siz agar dangasalikdan qutula olmayotgan bo'lsangiz, o'zingizga savol berishingiz kerak. Birinchi, o'zi menga ne kerak? Men nimaga o'zi mehnatsevar, g'ayratli bo'lmoqchiman deb.